Naqshi inqilobi orqali mustaqil bo'lgan millat. Biz yaqinqi zamonlarda mustaqil bo'lgan ba'zi millatlarning milliy mustaqillik harakatlari uchun foydali omillar bilan foydasiz omillarni hamda ularning aşı yo'lda qilgan tayyorliklari bilan ko'rsatgan tirishchanliklarini kuzatgan chig'imizda o'zimizning bu yo'ldagi ortiqchiliklarimiz va ojizliklarimizni yaxshi bilishimiz va o'zimizga xos bo'lgan kurash yo'lining bo'lishi kerakligini cho'nqur his qilamiz. Mustaqillik kurashining hamma millatlarga mos keladigan bir andizasi yo'q. Ammo boshqa millatlarning mustaqillik kurashlaridagi o'zgachiliklar bizni o'zimiz haqida o'ylantirsa degan umid bilan tuvandagi ta'sirlik tarixiy voqealikni qarindoshlarimizning diqqatiga sunamiz. Dünya tarixidagi ba'zi ellarning mustaqillik kurashi to'limi o'zgacha bo'lib, ba'zi millatlar Naqshini mustaqillik yo'lidagi bir qurolga aylantirgan. Bu haqda Naqshi inqilobi deydigan maxsus atalg'imi barliqqa kelgan. Naqshi inqilobi Estoniya, Latviya va Litvadan iborat 3 davlat 1987-yildan 1991-yilgacha elib borgan Sovet mustamlikchilarining changalidan qutulish uchun elib borgan bir maydon inqilob. Estoniyalik kishilik huquq faoliyatchisi va san'atkor Hayniz Valik Naqshi inqilobi deb bir naqshi ijod qilgan bo'lib, bu naqshi e'lon qilinib bir hafta o'tganda, ya'ni 1988-yili 10-11-iyun kunlari necha 10 ming kishi ko'chaga chiqib namoyish qilib, ashu naqshini aytib, butun dunyoni zilzilaga keltirib o'tgan. Shu ko'rinishni ko'rgan har bir Uyg'urning yuragi titramay, ko'zi namlashmay qolmaydi. Ruslar besib olgan 100 yildak vaqt ichida Estoniyaliklar nüfusining 25% o'ldirilgan. Ammo Estoniya xalqi buninglik bilan umidini uzib qo'ymay, milliy mustaqillik ko'rishini toki mustaqil bo'lg'icha davomlashtirgan. Estoniyada hurmatga sazovor qahramonlar hargizmi oqsumaklar ordusidan chiqqan emas, balki odatdagi kambag'al qo'ton egilaridan chiqqan. Ular bir o'tning atrofida o'ltirib saqlab, kuzatib, faqat muvofiq payt kelgandila ondan amaliy ishga o'tgan. Savr bir qurol, ehtiyotchanlik bir xil yaxshi fazilat deydi Estoniya mustaqillik inqilobiga qatnashganlar. Estoniyaning nüfusi aran 1 million bo'lib, u dunyodagi eng kichik davlatlarning biri. Rossiya ularni besib olganda, ular hech qanday qarshilik ko'rsatish kuchiga ega bo'lmagan. Rossiya besib olib bir asr o'tgandan keyinmi, ularda faqat birli qurol, ularning naqshisi qolgan. Ularning milliy naqshisi bilan milliy naqshi ovozi Estoniya xalqining o'rtaq milliy irodasining simvoliga aylangan. Ular naqshi orqali milliy ruhni uyg'otib va urg'utib, milliy mustaqillikdan ayrilib qolishdan kelib chiqqan azob uqubatlarini izhorlagan. Ular naqshi orqali o'z azoblarini kichik bolalarning yig'lishiga o'xshash qaytilab o'zidek bir millatning mavjudligini o'zlariga bildirib turgan. Estoniyaliklar Estoniya, Latviya va Litvaniyadan iborat 3 davlatning xalqini Sovet ittifoqidan mustaqil bo'lishga chaqirish uchun 1989-yili 23-avgust kuni Baltiq yo'li degan nomda bir cho'ng namoyish o'tkazdi. Bu namoyishda yuqoridagi 3 davlatning xalqi bir qur bo'lib qo'l tutishib tizilib 600 kilometr uzunlikdagi bir odam zanjirini vujudga keltirdi. Bu zanjir Estoniyaning Tallinn shahridan boshlanib, Latviyaning Riga shahridan o'tib, Litvaning Vilnius shahriga tutishdi. Umumiy xalq qatnashgan bu o'zgacha namoyish va milliy marshga aylangan Naqshi inqilobi Estoniya xalqining mustaqilligi bo'lgan sunmas irodasini dunyoga namoyon qilib bergan. Bu voqea Sovet ittifoqining yemirilishini tezlatgan. Shuningdan 2 yil o'tib, Estoniya qatorliq Baltiq ellarining mustaqillik jakarlishi bilan
Sovet ittifoqi parchalangan. Estoniyadek faqat 1 millionli nupusi bor bir kichik davlat mustaqil bo'lgan yerda Uyg'urlardek oz deganda 20 million nupusi bor madaniyat yildizi to'limi cho'nqur bir millat cho'qim mustaqil bo'la oladi. Biz mustaqilligimizga bo'lgan cho'nqur ishonch bilan yashaymiz va shu yo'lda o'lishga tayyormiz. Uyg'ur millati inshaalloh cho'qim mustaqil bo'ladi.